Islom tarixidagi yana bir o'rnak to'ylardan biri Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan Fatima onamizni nikohlari. Ana shu nikoh kechasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abu Talibga: "Ey Ali, kelinga bir to'y ham qilish kerak" dedilar. Kelinga bir to'y ham qilish kerak, ya'ni to'y qilib nikohni bildirib qo'yishlik kerak dedilar. Ana shunda Sa'd ibn Muoz radhiyallohu anhu menda bir qo'chqor bor dedilar. Shu nikohni bildirishlik uchun, valima uchun menda bir qo'chqor bor dedilar. Va ansoriylardan bir guruhlari bir necha so' jo'xorini olib kelib yozdilar. Ana shu bitta qo'y va jo'xori bilan nima qilindi? Nikoh to'yi qilindi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Fatima onalarimizni to'ylari. Va albatta bu nikohdan xursand bo'lgan Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning qarindoshlari dan Hamza ibn Abu Talib ikkita jonliq so'yib Madinaliklarga ham to'y qilib berdilar. Mana shu demak payg'ambar alayhisalomning ko'zlarini quvonchi qizlari Fatima onamizning nikoh to'ylari edi. Oddiygina, soddagina, imkoniyat doirasida. Demak, o'sha Hazrati Ali radhiyallohu anhu da o'sha bitta qo'y ham bo'lmagan to'y qilishlik uchun. To'xtab turgin, hali bir 10 ta qo'y qilib olay, uy joyimni qilib olay, yo to'y qilish uchun borib Rossiyada yo boshqa joyda 5 yil, 10 yil ishlab kelishim kerak deyishmagan o paytda. Shu imkoniyatdan kelib chiqib qilingan. Tasavvur qiling, mana shu holat bizda ham joriy bo'lsa, qancha yengillik bo'ladi. Hozir odamlarda g'ami shu bo'lgan. Agar 2-3 ta qizi bo'lsa, bechora otani uyqusida ham orom yo'q, tinchligi yo'q, esu g'ami qanday qilib shu qizimni uzataman, boshqa biror narsaga vaqt ajrata olmaydi. U masjidga kelishga ham vaqti yo'q uni, ibodatga ham vaqti yo'q uni. Chunki g'ami, tashvishi shu. Nima qilsam qizimni uzatsam. Mana bizni eng qiynalayotgan nuqtamiz. Qiynalayotgan aslida o'zimiz qiynayapmiz-da, qilsak bo'ladi oddiygina. Kuyov tomon ham, kelin tomon ham kelishib, oddiygina, soddagina imkoniyat darajasida qilinsa bo'ladi.